Xohlasiz sizga osonroq ko'rsatib berish. Men sizga mayli yordam beraman. Osh qachon qilinadi? Payshanbadan payshanbagacha. Men multfilm qahramoniman. Keyingisiga o'tamiz, noto'g'ri javob berdingiz. Keyingisi Nimaga? Dilvali to'g'ri javob berdi. u ham kesiladi, film boshlangandan keyin. Film boshlangan. Ularni ham oldim. Mana buni qo'yib qo'ysangiz-ku topish oson. Aksiga tegi ham ko'rinmayapti. Soxta qaraydi. To'ppa-to'g'ri qaymoqli sous. Ko'zim oldida o'sha paytda o'tyapti-da. O'tyapti, eslayapsiz. Film emas. Film jarayoni o'tyapti. Jarayon. Nima deb vazifa bergan. Barchaga salom, siz tomosha qilayotganingiz S Music telekanalida Cine Media dasturi. Bugun bizda yana o'zgacha son, maxsus son. Bugun bizda mehmon bor, taniqli rejissyor Ikrom Ali aka. Assalomu alaykum Ikrom aka. Assalomu alaykum. Bemalol teletomoshabinlarimizni salomlashingiz bilan. Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun S Music teleloyihasida mana mehmonimiz. Xudo xolasa bugun juda ham chiroyli suhbat bo'ladi. Ko'rsatuv kino olami. Kino olami. Siz shu paytgacha ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rganimda 5 ta kino olgan ekansiz. Sanab o'taman, to'g'ri bo'lsa to'g'ri deysiz. Men o'zim shaxsan tomosha qilganim Muhabbat restorani. Rahmat. Qarg'ish, Komila, Mening dadam va Yolg'iz bo'ri. Shu kinolar haqida ozgincha qaysi biri sizga eng yoqqan kinoyingiz? Eng yoqqan filmim, birinchi filmim Komila ko'proq yoqadi. Endi bir-biri bilan solishtirib bo'lmaydi-yu, lekin xalqimizga ko'proq manzur bo'lgani, ko'proq efirlarda ketishi va YouTube tarmog'ida birinchi o'rinda turadigan Yolg'iz bo'ri filmi. Endi emotsiyaga boy, bu yerda bormi yo'qmi ko'rmadim. Mening dadam degan filmim bor. U O'zbek kino milliy agentligi bilan hamkorlikda olingan filmimiz. Shu ham zo'r kino. O'zim hamma filmim o'zimga yoqadi, yoqmasa olmayman. Gazak ishlayman deb. Shaxsan menga Muhabbat restorani yoqadi, Shohruxxondan. Muhabbat restorani endi yoshlar bor bo'lgani uchun shu chiroyli yoshlarga yoqqan, lekin o'zim eng kam ko'radigan filmim shu. Muhabbat restorani. Qanchalik ko'p kino ko'rasiz? Oxirgi marta qaysi kinoni ko'rdingiz? Kino ko'p ko'rib turaman. Endi men ko'proq eski klassik filmlarni yaxshi ko'raman. Hozir ham ko'rsam eski filmlarni ko'proq ko'raman. Shu hind filmlari, Bollivud filmlari, o'zbek kinosi, Rossiya filmlarini yaxshi ko'raman. Gollivud filmlarini ko'raman, unaqa hammasini ko'rmayman, chunki meni anaqamga senzuramga to'g'ri kelmaydi. Shunga kamroq ko'raman. Eski Gollivud filmlarini ko'pini ko'rganman. Ko'rsatuvimiz 4 ta bosqichdan iborat, savol-javoblar. Sizni kinolaringizdan ham mayda-mayda detalli savollar tuzib kelganman. Bemalol. Ko'rsatuv boshlashdan oldin qisqagina qizib olish uchun ozgina interaktiv o'yinimiz bor. Bemalol. Aka kartochkalarda har xil kino nomlari, joylari, taniqli nomlar tanlaysiz. Men sizga yozib qo'yaman. Tanlaganingiz. Men tanlayman, meni boshimga kiygiziladi, men topishim kerak shuni, to'g'rimi? Menga ham kiygiziladi. Men ko'rgan filmlar bo'lsa bo'ldi. Mayli, mashina o'zingizga, mashina qoling. Qaysi biri? Bering, mashina bir ustidagi. O'rtadagi. Endi men tanlayman, menga kiygizib qo'yasiz-da. Expecto patronum! Bo'ldi, tushunarli. Kelamiz topamiz, qarshi. Kim birinchi topishga qiziqarliroq? Mana yaxshi o'ylab Men mashg'ul qoldim. Sizga yaxshi oson tushib qoldik. Kimdan birinchi boshlaymiz? Xohlasiz sizga osonroq ko'rsatib berish. Siz ko'rsatib beringizdan o'rganib olaman. Ha yoki yo'q deb javob beramiz. Savol. Ha yoki yo'q. Filmni ko'rsatib berish shart emas. Yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Men odammanmi? Ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak. Yo'q. Yo'q. Endi siz galingiz. Men hayvonmanmi? Yo'q. Yaxshi. Men multfilm qahramoniman. Grafikali film qahramoni. Grafikali film. Bu filmni juda ham ko'plab qismlari bor. Oxirgi qismi ham shu bir 3-4 yil bo'lib qoldi. Ko'proq podskaska beraverasiz. O'zbek filmmi? Yo'q. Franshiza. Yordam, franshiza. Yaxshi. Super qahramon. Super qahramonman. Qahramon. Super qahramon, lekin yonida uni yana bitta hamkori qahramoni bor. Bosh rolda bitta odammi? Asosiy qahramon bitta odam. Asosiy qahramon o'sha qahramon haqida film, yonida o'rtoqlari bo'ladi. O'rtoqlari bo'ladi. Gollivud filmi? Gollivud filmi. To'g'ri. Gollivud filmi. Mening mangalim. Hayvonman. Topdingiz. Hayvon. Fantastikami? Shunaqa desa ham bo'ladi. Harry Pottermi? Harry Potter. Men Shrek. Yo'q.
Yo'q, topa olmadim, siz yetdingiz. King Kong aka. Aka qalay? Qizib oldingizmi ozgina bo'lsa ham? Albatta qizib Endi oldik. 4 ta bosqichli savol javoblarimizga o'tsak bo'ladimi? Garri Potter bilan King Kongni bilmagan odam yo'q. Albatta. Ya, xayolim keluvdi, lekin Shrek ham bor edi. O'zim tuzganman, to'g'ri. Tayyor bo'lsangiz birinchi bosqichga o'tamiz. Xo'p, bo'ladi. Marhamat, birinchi bosqichga o'tamiz. Birinchi bosqichni boshlaymiz. Birinchi bosqichda aka sizga har xil rasmlar, ularni bog'lab kino nomini topishingiz kerak. Hop. Orqasida kino javobi bor. Topa olmasangiz ko'rasiz. Mana birinchi ostonadan boshlaymiz. Osmondagi bolalar. Osmon orqasida javobi bor. Ha. To'ppa-to'g'ri Osmondagi bolalar filmi. Keyingisiga o'tamiz. O'ylashingiz kerak, chuqurroq yondashib, mantiqiy desa ham bo'ladi. Palov. Xo'p, ikkita osh turibdi. Ikkita osh. Ikkita osh turibdi. O'ylab ko'ring, osh. O'zbek filmimikin bu? Hammasi o'zbek filmi. Hammasi 100% o'zbek filmi. o'zbek filmi. Ha. Ikkita osh. Ikkita osh nima ekan bu ikkita osh? Men sizga mayli yordam beraman. Osh qachon qilinadi? Payshanbadan payshanbagacha. Orqasida javob bor. Ha, bor, orqa qani. Ha, bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Keyingi film. Menimcha topa olmaysiz bu filmni. Yo'q, Topa olmaysiz 100 talik. Xo'p. Muhabbat restorani emasmi? Aniq javob? Orqasida javob bor. Muhabbat restorani. Buni topa Muhabbat olmadim. Ergashev aktrisamiz. Muhabbat restoran. Albatta topa olib o'zim film. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p. Mana bu qiziqarli ekan. Xo'p. Namunali diyor. Aha. Namunali Yo, diyor. bitta boshqacha o'ylab ko'rishingiz kerak. Xo'p, mana bu o'sillarmikin bular qaynana kelinmikin bu? Uncha qiynalsangiz mayli yordam beraman. Xo'p, namunali uylar Xo'p. yoki qishloq deyiladi. Xo'p. Qaysi birini aytsak ekan? Diyorbek bu aktyor ukamiz. Aha. Bu yoqda bular o'sillarmikin qaynana kelin? Qiyinlashib boryapti mana. Ya, yaxshi, qiyin bo'lgani yaxshi. Xo'p. Aksiga olib tegi ham ko'rinmayapti. Soxta qaraysan. G'irrom emasmi? Ha, yo'q, g'irrom yo'q. Xo'p. Yordam beraman mayli Bering. siz. Biri u mayli o'rtadagisiga yordam beraman. Diyorbek Bekjonovga emas, qaysi klipligiga bog'liq. Voy, men bu klip ko'rmaganman, Diyor o'ynagan klip. Lekin ko'rgan bo'lishingiz kerak. Guliyasar Ho'jayevaning klipi emasmikan? Balkim. Yoki Mavlud opamning kliplarimikan? Xo'p. Bu klipdagi shu klipdan topsam, bu yoqni topish oson bo'ladi. Undan ko'ra men bunga yordam beraman. Bunga yordam beraman. Ayollar yig'ilib nima qiladi? Ayollar yig'ilib gap o'ynaydi. Hop, to'g'ri. Gap. Endi bu yog'ini o'zingiz bog'lang. Erkakcha gap. Namunali erkak gap bilaman. Yo, topa olmadim. Orqasida javob bor aka. Xo'p. Mahallada duv gap. Mahalla. Bittasini topa olmadim. Bu yerda Diyorbek Bekjonov, Guliyasar Xo'jayevaning klipi duv. Ha, duv. Bu gap, ayollar gap o'ynaydi. Men mahalla. Men namunali Mahallada deyapman. duv gap. Mahalla duv gap. Keyingisi oxirgisi qiyini. Xo'p. Marhamat. Qiyini. Xo'p. Men tuxummi? Aha. Tuxum. Menimcha topa olmaysiz. Amur Temur, bir Alisher. Nima topa olmaymiz? Topsa bo'ladi buni. Men to'shni tuxum, Toshni tuxum. Shu rasmlarda. Mantiqan o'ylang. O'zi mantiqan o'ylayman faqat. Temir, tuxum, temir, bir Alisher ekan, turtilib o'tdi. So'nggisi qiyin bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta tuxum bo'lsa, mana bu haykal bo'lsa, 7 haykal, bitta kal. Alisher ekan bekor qo'yishdi-da, agar 7 haykal bitta kal bo'lsa. Aniq javob bo'lsa, orqasida javob bor. Ochilmaydi, oxirgisi. To'ppa-to'g'ri. Qoyil lekin qoyil qoldim. Lekin boshqa odam qo'yish kerak edi, Alisher ekan yaxshi. Aka chumoldingiz ko'rsatdim. Zo'r, mazza. Keyingi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqich. Marhamat. Buncha bosqichlaringiz ko'p. Keyingi bosqichga o'tamiz aka. Muhabbat restorani filmingizdan savollar tushib kelganman. Variantli savollar. Birinchisi, Muhabbat restorani filmining boshlanish birinchi kadrida nima sabzavot kesiladi? A. Pomidor, B. Bodring, C. Bulg'or qalampiri, D. Baqlajon. Birinchi boshlanish kadrida qaysi sabzavot kesiladi? Voy! Bu filmni suratga olganimga 8 yil bo'ldi-da, 8 yil oldin. Menimcha Bulg'or qalampiri bo'lsa kerak. Aniq javob? Adashmayotgan bo'lsa. Aniq javobi?
Endi o'zimni filmim, endi shuncha undan ko'p Miyalarni ichiga kirib o'ylash kerak. bulg'or qalampir. Yo, o'zi boshida yozuv chiqayotganda bodring, pomidor Ha, kesiladi. o'shalarni Ularni nazarda tutyapsiz. O'shalarni. Men film boshlanganda deb o'ylabman. o'tda ham kesiladi, film boshlanganda ham kesiladi. Film boshlanganda Ularni ham oldim. titri chiqayotganda kesilsa, unda birinchi bo'lib pomidor kesiladi. Aniq javob? Ha, aniq javob. aniq. To'ppa-to'g'ri pomidor. Chunki o'zim yozganman ularni. Rollarda Shohrux Hamdamov, Keyingi savolga Shohrux Hamdamovning ismi nima bo'lgan? A. Alisher, B. Shohrux, C. Variant bermasangiz Timur, ham D. Shahzod. Timur bo'lgan. Timur? Shohrux javob? Hamdamov obrasidagi Balki o'ylab ko'ring. Ya, o'zimni filmim, Timur. Timur. bo'lgan. To'ppa-to'g'ri Timur. Qoyil. Timur, "O, kecha qizni boplading deb o'zi. qaysi qizni?" Anu qozon ko'tarib yoniga chiqqan qizimiz bor-ku. Ta'zirini yedi o'zi. Keyingi savol. Shohrux Hamdamov bilan Sug'diyona birinchi uchrashgan epizodda Sug'diyona Azimova ovqat zakaz qilgan bo'ladi, lekin ovqat yoqmaydi. Shohrux Hamdamov chaqiradi keyin yoniga. Men sizga mana shunaqa ovqat, o'sha ovqatning nomi nima bo'ladi? A. Bishtveks, B. Lag'mon, C. Qaymoqli sous, D. Steak. Qaymoqli sous olib keling dermidi? Qaymoqli sous bo'lish kerak. Qaymoqli sous. Ha, qaymoqli Aniq. sous olib keling deydi. Adashmayotgan bo'lsam endi ko'p undan keyin ko'p kliplar ham olib tashladim. Esimda qoladi. Qaymoqli sous. Qaymoqli sous. Aniq javob. Men sizga qaymoqli sous olib keling degandim. Deydimi shunaqa? Ha, qaymoqli sous. Aniq javob. Aniq javob. To'ppa-to'g'ri qaymoqli sous. Ko'zim oldimdan o'sha paytlar o'tyapti-da. O'tyapti, esla Film emas. Film jarayoni o'tyapti. Jarayoni. Nima deb vazifa berganim. o'ng tarafdan. Kimdandir so'rasa aytishadi. Assalomu alaykum. Bunisi bilan ko'pchilik adashtirishadi. Shunchalarni bo'lsa endi. Assalomu alaykum. Ming bor uzr. Nima kamchilik? Kamchilik menga ovqatingiz yoqmadi. Men sizga qaymoqli sous etgandim. Menimcha qaymog'i bor. Yo'q, bu yerda qaymoq emas, bu yerda smetanasi bor. Guruchi ham yaxshi emas, grechkasi, makaroni gapirmasa ham bo'ladi. Keyingisi filmda aktyor Doston To'xtamurodov Shahzod Sultonovdan birinchi marta necha pul qarz so'raydi? A 1 million so'm, B 200 ming so'm, C 500 ming so'm, D 100 ming so'm. 500 ming so'm. Aniq javob. To'ppa-to'g'ri 500 ming so'm. Xotiramga. Yav. Shahzod, qalaysan o'rtoq? Yomonman. Gapirib eshityapman, tez-tez gapir. O'rtoq, ozgincha yordaming kerak bo'lib qoldi. Ey, 3 kun oldin pul berib yubordim-ku. Namuncha mehnat qilasan o'rtoq? Qaytarib beraman o'sha pulingni oyligimdan. Bo'pti. Qancha faqat tezroq gapir, boshim og'ritmagin. 500 ming. Yana bitta ayt. 500 ming o'rtoq. 500 ming so'm. So'nggi savol. Shohrux Hamdamov Gulnoza personajiga filmning nechinchi daqiqasida sevgi izhor qiladi? Voy, daqiqasini endi qayerdan bilaman. 57-minutida, 43-minutida, 69-minutida, 59-minutida. 43-minutida bo'lsa kerak. Aniq javob. Aniq javob. To'ppa-to'g'ri. 43-minutda qoyil. Chunki 5 tadan 5 ta to'g'ri javob. Bu yoqlariga o'tib ko'rdimda, tasavvur qilib ko'rdim. Daqiqasini bilmas ekanman, hozir taxmin bilan aytdim. Qoyil. Miyamda o'lchab ko'rdimda filmni. Men sevib qoldim. Oy, zo'ru. Tabriklayman. Kim ekan u baxtli qiz? Sen, Men? Gulnoz. Men seni rostdan sevib qoldim. Endi sensiz hayotimni tasavvur ham qila olmayman. Tuni kun seni o'ylayman. Yo'qotmaga ko'rsatuv. Zo'r. O'zim eng kam ko'rgan filmim haqida savol berdingiz. Lekin 5 tadan 5 ta to'g'ri. Zo'r. 3-bosqichga o'tsak bo'ladi, demak. Bemalol. 3-bosqichga o'tamiz, marhamat. 3-bosqichga o'tamiz aka. 3-bosqichda sizga savol Hind, o'zbek kinolaridan ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak. Xo'p. Birinchisi Hind filmi. Aladdin filmida Amitabh Bachchanning ashaddiy dushmani Dharmendra bo'lgan. Ha yoki yo'q? Yo'q. To'ppa-to'g'ri. Sanjay
Sanjay Dutt. Sanjayda Munnaboy bo'lgan. Keyingisi Goh shodlik, goh g'am filmida aktrisa Priyanka Chopra o'ynamagan. Yo'q, o'ynamagan. To'ppa-to'g'ri o'ynamagan. Don filmida aktrisa Karina Kapur Rani Mukherjee bilan opa-singil bo'lgan. Yo'q. To'ppa-to'g'ri opa-singil bo'lmagan. Karina Kapur va Priyanka Chopra. Hind filmlarini, o'zimni filmlarimni ko'p ko'rganman. Yaxshi keldingizmi? Judayam xursandman, Kamini. Ularni to'g'ri yo'lga qadam qo'yishlariga faqat sen sababchisan. Shohruxxon King filmini oxirida o'lgan. Ha yoki yo'q? Men bu filmni ko'rmadim. Ko'rmadingiz. Hali men bu Kinggacha yetib kelmadim. Men ko'rgan. Ha yoki yo'q? Yo'q. Yo'q. To'ppa-to'g'ri, chunki hali film chiqmadi. Dekabr oyida chiqadi. O'shada. Keyingisi Biz yolg'iz emasmiz filmida basketbol jamoasining nomi Bo'rilar bo'lgan. Yo'q. To'ppa-to'g'ri Yo'lbarslar bo'lgan. Yo'lbarslar bo'lgan. Bugungi musobaqa o'zgacha. Yilning mutlaq g'olibi Kassoli Yo'lbarslari jamoasi bilan Ruhiy Mehraning jamoasi bellashadi. Keyingisi Zita va Gita filmida Gita boy oilada katta bo'lgan. Gita kambag'al oilada katta bo'lgan. Ha yoki yo'q? Yo'q. To'ppa-to'g'ri. Bu yoqqa kelinglar. Men hammasini bo'lib chiqdim. Gita zo'rda. Ham bir pasta, ham eng muhimi teng ulushdan. Haqiqatan senga 3 yilga bemalol yetadi. Xarobadan chiqqan millioner filmida bosh roldagi aktrisaning ismi Priya bo'lgan. Xarobadan chiqqan millioner. Ha yoki yo'q? Ha. Yo'q, Latika bo'lgan. Xarobadan chiqqan millioner Bollywood filmi emas-da, Gollywood filmi-ku. Hind aktyorlarini o'ynatishgan. Keyingisi. Oxirgisi Raqs va olmos filmida Dubaydagi yer ostidagi seyfning nomi Marina bo'lgan. Menimcha yo'q. Aniq javob? Aniq javob. To'ppa-to'g'ri Shalimar bo'lgan. Do'stlar, Shalimarga xush kelibsiz. Janoblar, Shalimarga xush kelibsiz. Birinchi, Shalimarning 30 metrlik oraliq yo'li. Yo'lak oxirida maxsus o'rgatilgan qora mushuklar guruhi turadi. Bu savol javoblarimiz tugadi aka. Oxirgi so'nggi 4-bosqichga o'tsak bo'ladi. Bemalol. Marhamat, 4-bosqichga o'tamiz. So'nggi 4-bosqichga o'tamiz aka. 3 ta aktyorlar rasmda, orqasida javobi bor. Shu 3 ta aktyorlar qaysi kinoda o'ynagan, birlashtirib qaysi kinoda o'ynagan topishingiz kerak. Keyin birinchisi Bobur Yo'ldosh. Bobur akam Yo'ldosh, Ra'no Pashodieva, ustoz Ubaydullo Omon. Bobur aka Omad filmi bo'lsa kerak. Ochsam bo'ladi? Aniq javob? O'ylab ko'ring. Omad. To'g'ri, tashlandi. Tashlandi, voy, men Omadni o'ylaman mana. Keyingisi mana sizga menimcha qiyin bo'ladi, balki oson bo'lar. Ne qiyin bo'ladi? Ha, Bo'man Irani, Kajol. Shohruxxon Bo'man Irani bilan Kajolga tushgan filmi. Bo'man Irani bilan Kajolga tushgan filmi. Nimaga bilmayman. O'ylab ko'ring. Dilvalida o'ynaganmidi Bo'man Irani? Yo'q. Shohruxxon, Kajol bilan endi ko'p. Bu menimcha yangi filmlardan, chunki Bo'man Irani oldin o'ynamagan ular bilan. Voy, nimaga bilmayman. Bo'man Irani bilan. Menimcha Dilvali bo'lsa kerak, lekin Dilvalida Bo'man Iranini eslolmayapman. Voy, Dilvali ekan, to'g'ri topdim. Qaysi personaj chiqqanini bildingizmi? Qirol bo'lib chiqadi, ya'ni o'zingizlar topib. Yo'q, o'sha tasavvur qildim-da. Bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz, noto'g'ri javob berdingiz. Keyingisi nimaga? Dilvali to'g'ri javob berdimi? Dilvali emas, menimcha diskni ochib yubordingiz. Yo'q, Dilvali deb ochdim. Ochdingizmi? Ha, Dilvali deb to'g'ri javob. Keyingisi Dilvali deb ochdim. O'zbek kino. Yana Ubaydullo Omon, Umid Iskandar. Biz Ubaydullo akam bilan ko'p ishlab turaman, birga ko'p ijod qilamiz. Umid Iskandar, Ubaydullo Omon, Said aka Muxtorov. Bular uchalovi Kinoni aniq javobini aytib keyin oching. Oqibatda Hamid akam o'ynagan Toshpo'latov. Bunda Eski kinolardan mayli yordam sizga. Eski filmlardan. O'yinda o'ynamadilar Ubaydullo aka. Siz uchun eski film, men uchun yangi filmda, yoshimizni tafovutiga qaraganda uchun. Shunaqa desam bo'ladi. Bu filmni yana yordam mayli. Ikkinchi qismi bu. Bu hali ikkinchi qismi ham bormi? Oqibatmi? Oqibat bo'lsa kerak. Aniq javob? Oqibat. Ochib ko'rasiz. Noto'g'ri. Faryod 2. Voy, Faryod. Faryodni birini ko'rganman, ikkisini ko'rmaganman, rostdan. Keyingisi Hamid akam Toshpo'lat, Lola Pamiltoyeva, Yulduza Habibova. Bu chalovligi. Voy, men bu filmlarni men ko'rmaganman.
Men 90-yil, 80-yil filmlarni ko'p ko'rgan ekanman. Ko'rgansiz. Ko'rganman buni. Ko'rgansiz. Yo, men hozir Faryod 2 ni ko'rmaganman rostdan. Faryod 1 ni ko'rganman, yaxshi ko'raman birini. Bog'lab ko'ring, qaysi filmda. Men bosh aktyorlarni qo'ymadim atilabdan, mana shu joylariga. Qiyinlashtirgansiz-da. Ikkinchi darajali aktyorlarni qo'ydim. O'zbek filmi ko'p mehmonlarimiz topolmayapti dedingiz, mana men ham topolmayapman o'zbek filmini. Lekin o'zbek kinosini yaxshi ko'raman. Lolapam, Hamid akam. Lolapam bilan Hamid akam nima kinoda o'ynashgan? Yulduz opam. Juda taniqli film. Anunda o'ynashmagan bular. Tundan tonggacha-da. Lolapam hisobiga aytayman, Hamid akalarni bularni eslolmayman. Tundan tonggacha ham oxirigacha ko'rmaganman-da. O'shanga. O'ylab ko'ring, o'ylab ko'ring. Mayli, o'sha tundan tonggacha bosh aktyor bu filmda o'ynagan. Alisher akam o'ynagan bular. Oling xudo bering xudami? Oling xudo bering xudo bo'lsa kerak-da. Aniq javob. Oling xudo bering xudo. Ochib ko'ring. Ochib ko'ring. Noto'g'ri. Janob hech kim. Janob hech kimda Yulduz opam qayerda? Asal Shodiyeva onalari bo'lib o'ynagan. Bular boshida vafot etadilar. Mana buni qo'yib qo'ysangiz-ku topish oson. Keyingisi so'nggisi Hind filmi. Xo'p. Hindchada adashmayapman-ku. Qani? So'nggisi Hind film topa olamisiz? Xo'p. Rishi Kapur. Anushka Sharma, Katrina Kaif, Rishi Kapur. Bular uchalasi. Siz atayin bosh rollarni qo'ymagansiz-da. Hamchi topish oson. Topish oson deysizmi? Toki men hayot ekanmanmi? Ochavering. Ochavering. To'ppa-to'g'ri. Hind filmlarida adashish. Rishi Kapur eslaysizmi qaysi? Rishi Kapur. Ustozining yoniga borishganda. To'ppa-to'g'ri. Toki men hayot ekanman. Hind filmlaridan qo'rqmasdan ko'p savol bersanglar bo'ladi. Aka qalay ko'rsatamiz? Ya, zo'r ko'rsat. Qisqaroq bo'ldi-yu, no. Ya, qisqaroq emas, yaxshi bo'ldi. Endi iloji boricha o'zbek film ko'p ko'rish kerak. Va endi orada bir mana shu Faryod 2 chiqqan davrlar, men ijod boshlagan davrim edi-da. Men o'zim qonim qaynab turgan payt edi. Ko'p narsaga e'tibor qila olmay, asosiy e'tiborni o'zimning ijodimga qaratgan davrga to'g'ri keladi bu filmlar. O'shaning ko'pini ko'ra olmay qolganman o paytda. 2010 gacha bo'lgan filmlarni menimcha 99% ni ko'rgan bo'lsam kerak. Qachon sizdan yana vau film kutamiz, o'zbek filmi? Xudo xolasa hozirgi kunda endi kliplarimiz xalqimizga yoqib turibdi, biz olayotgan kliplar. O'shanga klipda ozgina vaqtimiz bo'lmayapti, lekin Qo'rquv nomli film boshlash arafasida turibman. Xudo xolasa, mana filmning nomini ham aytayman. Spoiler qilasizmi? Ssenariylar yozilgan, aktyorlar tasdiqlangan, saundtreklar yozilgan, o'zi umumiy horror janrida. Nima janr? Horror janrida. Yo'q, horror emas, boyevik. Endi drama o'zi, asosiy yo'nalishi drama. Ozgina boyevik sahnalari bor. O'shanga tez kunlarda syomka jarayoniga tushib olsa kerak. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'rasizlar. Aka, ko'rsatuvimiz so'ngida kelgan mehmonlar 3 ta kino yoki serial, multfilm farqi yo'q. Muxlislarimizga tavsiya qilishadi, shu kinoni ko'ringlar deb. Siz ham muxlislarga 3 ta kinofilm, serial, multfilm farqi yo'q. Qaysini filmdan maslahat berardim, Bir va Zara filmini ko'rish. Bu meni shaxsiy fikrim. Shaxsiy fikrimga hammani qo'shilishi majbur emas. Men uchun Titanikdagi sevgidan Bir va Zaradagi muhabbat kuchliroq men uchun. Shuning uchun Bir va Zarani ko'rishni tavsiya etaman. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, ko'pchilik ko'rgan. Ikkinchisi multfilmdan men endi bolaligimda juda ko'p ko'rganim uchun o'zimga rosa yoqadigan multfilm Qirol Sher birinchi qismini yaxshi ko'raman. Unda oila, mana shu umuman hozirgi zamonga to'g'ri keladigan nimaiki bo'lsa, hammasi shu multfilmga manaqa jamul-jam qilingan, xullas mujassam qilingan. Qirol Sher o'zimga yoqadi. Endi serialdan bo'ladigan bo'lsa, men endi maslahat berardim. Serial, juda ko'p serial ko'rganman-da, serialdan. Serial 2-3 ta ham aytib tashlayim kelyapti. Endi mayli, ko'pchilik ko'rgan. Yana bir marta uni tavsiya qilaman. Zanjir serialini ko'rishsa, O'zbekiston o'zimizda olingan. Sohib Abbosxon bosh rol ijro qilganlar. Zanjir serialini ko'rsa, xursand bo'laman. Teletomoshabinlarimizni bemalol xayrlashuv bo'ladi. Hammaga rahmat. S Music'da qolinglar. Bu yerda men faqat kliplar beradi deb o'ylardim. Hozir bu yerda shunaqa bir chiroyli ko'rsatuvlar ham tashkil qilishibdi. Hammangizga rahmat. Zo'r loyihalarni kutib qolinglar S Music'da. S Music telekanali Cine Media dasturi ko'rgandan ko'rishguncha. Dasturimizdan so'ng sizlarni kinopremyera kutib turibdi.